Assalomu alaykum qadrli podpисчиклар. Mana bugun biz Parkentdagi Achchiq ko'lga kelganmiz. Manzaralarni sizlarga ilinmoqmiz. Juda ham havolari toza. Bu mana bitta ko'l ekan. Baliq tutishar ekan. Sun'iy ko'l. Hozir telefon yetkazib bera olmayapti. Shunaqangi chiroyli manzara. Odamlar zo'r joylarga palatkalar qurib olishibdi. Odam juda ko'p. Hammalarga tavsiya qilaman. Kelib madaniy hordiq olib ketadigan joy ekan.